$50 ham gonorar olmaganman hech qachon. Sizga prezident, Qozog'iston prezidenti kvartira podarka qilishgan deyishgan bizga. Nima g'alaba qozonganman, vaziyat shunaqa bo'lib qolgan. Men o'sha xursandchilikdan bundoq qaraganimda O'zbekistonning bayrog'ini ko'rmaganman-da yelkamda. Qozog'istonning bayrog'ini. Shunaqa mani promotorlarim sal podstavit qilib yuborishganda mana keyin boshlangan Qozog'istonga sotilib ketdi degan gap. Sirida mana bugun ochildi. Qarasam Qozog'iston bayrog'i olib, bizning Qirg'izistondagi sudyaga o'xshab uni otib yubormaymiz. Bu bayroq. Boshchi o'tirdi prezident Qozog'iston. Keyin o'sha mani nagrajdat qilishgan, Nazarbayev nagrajdat qilgan. Putin ringda Nazarbayev savol bergan. Kim занимаешься degan. Ben o işte sırası etkendim. Ya biz Kazakistan'a degan. Ya O'zbekiston'a degan. Shunaqa balchanga bo'lib qolgan. Keyin ertasi kuni biz Sochidan Qozog'istonga tushishimiz kerak bo'lgan. Nagrajdeniyga kvartira и mashina. Hozir aka shu kvartirasini ham, mashinasini ham olmaymiz. Toshkentga uchib qaytamiz. Bizga puli ham, podarkasi ham kerak emas. Chunki bizni o't fuqarosi emasmiz. Bo'ldi, yutdik. Bayroq bilan situatsiya bo'lib qoldi. Keyingi safar bunaqa narsalarga hushyor bo'lish kerak.